Erkakda kuchsiz bo'lishiga aynan ayol kishi sababchi. Keling, buni hozir tushuntirib o'taman. Tasavvur qiling, erkak uylanadi. Erkakka ayolni qayerdadir rahmi keladida, erkaklik mas'uliyatlarini oz-ozdan olishni boshlaydi. Uyda masalan nimadir buzilgan bo'lsa agar, "Ke, shuni o'zim tuzatib qo'yay, erim charchab kelgan, erimni holati yaxshi emas, u dam olishi kerak, ertaga ishga borish kerak" degan ko'plab tushunchalar bo'ladi va aynan shu tushunchalar sababli dastlab ayol kichkina narsalarda oladi. Lampochka almashtirishdi yoki nimanidir tuzatishdi yoki og'ir nimanidir ko'tarishdi. Keyin esa bu narsa kattalashib boradi. Hatto keyinchalik bozorlik qilishga ham va erkakda bu holatdan keyin esa dangasaligi deymizmi, shijoati deymizmi, o'lishdi, so'nishdi boshlaydi va ishga ham ishtiyoq qolmaydi. Va natijada esa ayol o'zi pul topishga kirishadi. Bu yerda nima holat bo'ladi? Erkak qolib ketaveradi, ayol esa o'sib ketaveradi. Natijada esa o'rtada ko'pgina kelishmovchiliklar bo'ladi. Ayol kuchli bo'ldi, erkak esa kuchsiz bo'ldi. Bu qarashlardan bittasi va ko'pgina holatlarda, ko'pgina vaziyatlarda aynan shu oilalarda shu holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta inson o'z rolini bajargani maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu haqda ham bitta tafakkur qilib o'ylab ko'ring. Kimga bu holat tanish? Izohlarda yozib qoldiring.